1986-yilgacha futbol qiroli kim ekani haqidagi savollarga shubhasiz faqat bitta javob bo'lgan. Bungacha Pelening toji uchun hech bir nom rahna solmagan. Di Stefano va boshqalar yevropalik bo'lgani bois oltin to'plarni yutgandir, ammo taxt egasi sifatida Peledan boshqa hech bir nomzod tilga olinmagani rost. Ammo 1982-yilda Lotin Amerikasidan rekord summa evaziga Ispaniyaga Kataloniya klubiga ko'chib o'tgan jussasi kichik yosh yigit dunyo e'tiboriga tushgandi. U 1984-yilda ba'zi muammolar bilan Neapolning o'sha paytlar uchun o'rtamiyona hisoblangan klubi Napoliga o'tdi va biroz e'tibor markazidan chetga chiqdi. Oradan 2 yil o'tib esa futbolda rasman uning davri boshlandi. Diego Armando Maradona futbol tarixini o'zgartirgan 1986-yilgi mundial start oldi. Meksika yashil maydonlarida o'tkazilgan ushbu jahon chempionati Pelening futboldagi nomiga rost ma'nosiga chang soldi. Endi u hokimiyatni Maradona bilan bo'lishishga to'g'ri kelardi. Futbol olamida yangi qirol maydonga chiqdi. Bir paytlar Sezar Rubikon daryosidan kechib o'tayotganda aytgan o'sha mashhur qur'a tashlandi iborasini Maradona Meksika tuproqlarida takrorlagandi. Turnir oldidan Argentina asosiy favoritlar qatorida emasdi. Jamoani Carlos Bilardo boshqarar, ko'pchilik uning taktikalari va natija ko'rsatishiga shubha bilan qarardi. Biroq Bilardoda o'ziga xos ommaviy qirg'in quroli 25 yoshli yadro Diego Maradona borligi keyinchalik bilindi. Guruh bosqichida Argentina Janubiy Koreyani 3-1 hisobida mag'lub etdi. Maradona uchrashuvni golsiz yakunlagan bo'lsa-da, asosiy hal qiluvchi harakatlar va butun Argentina o'yini aynan u orqali o'tdi. Keyingi turda Albacete amaldagi chempion Italiya bilan sensatsion 1-1 hisobida durangni rasmiylashtirishni uddaladi. Maradona Italiya darvozasiga o'zining ushbu mundialdagi ilk golini urdi. So'nggi turda esa Bolgariya 2-0 hisobida taslim etildi va Argentina guruhda birinchi o'rinni egallagan holda play-offga yo'l oldi. Nimchorak finalda Argentinani navbatdagi kuchli terma kutib turardi. Maradona boshchiligidagi Argentina Urugvayga qarshi Janubiy Amerika derbisida maydonga chiqdi. Minimal 1-0 hisobidagi g'alaba Maradona Argentinasiga chorak final yo'llanmasini taqdim qildi. Chorak finalda esa futbol tarixidagi eng mashhur o'yin va epizodlardan biri ro'y berishini hali hech kim bilmasdi. Eng qizig'i, o'sha voqealarning asosiy rolida aynan Maradona sahnaga chiqdi. Chorak finaldagi Argentina-Angliya o'yini shunchaki futbol emasdi. Bu zamonaviy futboldagi bugungi AQSh-Eron uchrashuvi kabi siyosiy ahamiyatga ega bahs ham edi. Sababi 4 yil oldin Falkland orollari uchun ikki davlat o'rtasida urush chiqqan va bu to'qnashuvda London Buenos Airesni ayab o'tirmagandi. Bordi-yu Argentina bu o'yinda yutsa, mazkur g'alaba o'sha urushdagi mag'lubiyat uchun ham o'ziga xos revanch bo'lardi. Shunday qilib o'yin boshlandi. 51-daqiqada tarixdagi eng bahsli gollardan biri yuz berdi. Maradona darvozabon Peter Shilton bilan bir vaqtda havoga ko'tarilib, qo'li bilan to'pni darvozaga joylab qo'ydi. Hakamlar buni payqashmadi va gol inobatga olindi. Keyinchalik Maradona bu vaziyatni mashhur jumla bilan izohlagandi. Diego Armando bu gol Xudoning qo'li bilan urilgan deya mazkur holatga chiroyli izoh bergan. Lekin bu vaziyat Angliya va Argentina bahsidagi yagona shov-shuvli lahza emasdi. Oradan 5 daqiqa o'tar-o'tmas futbol tarixidagi eng buyuk gollardan biri ham aynan shu o'yinda Maradona tomonidan kiritildi. U maydon markazidan ham uzoqroqda to'pni qabul qilib olib, deyarli butun maydonni kezib chiqdi va yo'l-yo'lakay ketma-ket 5 nafar ingliz futbolchisini dog'da qoldirgancha eng so'ngida darvozabondan ham o'tgan holda gol urdi. Ha, bu o'sha FIFA tomonidan asr goli deb e'tirof etilgan gol edi. Bir o'yinning o'zida ham eng bahsli, ham tarixdagi eng chiroyli gol muallifi bo'lish Maradonaning yulduzini porlatib yubordi. Hamma u haqda gapirar, hamma joyda uning nomi va urgan gollari suhbatlarning asosiy mavzusi bo'lgani tarixdan ma'lum. Xullas, shu o'yinda Argentina Angliyani 2-1 hisobida mag'lub etgan holda yarim finalga yo'l oldi. Turnirning bu bosqichida Albaceteni Yevropaning Belgiyasi kutib turardi. Maradonani bu safar ham hech kim to'xtata olmadi. U Belgiyaga qarshi o'yinda ham dubl qayd etdi. Uning gollari uning yolg'iz o'zi Argentinani finalga olib chiqdi. Afsonaviy Azteca stadioni esa hal qiluvchi bahsda G'arbiy Germaniya va Argentinani o'z bag'rida qabul qildi. 100 mingdan ortiq muxlis finalgacha butun turnirni o'ziniki qilgan Diego Armando Maradona uchun yig'ilgandi. O'yin dramatik tarzda kechdi. Argentina dastlab 2-0 hisobida oldinga chiqib oldi, ammo ko'p o'tmay kutilmaganda G'arbiy Germaniya uyg'ondi va hisobni tenglashtirdi. Lekin bu uyg'onish qisqa daqiqalar ichida Maradonaning maydon markazidan bergan super uzatmasi bilan yana uyquga ketkazildi. 84-daqiqada Maradonadan pas qabul qilib olgan Jorge Burrucha darvozani ishg'ol qildi. Argentina 3-2 hisobida oldinga chiqdi va bu gol chempionlik goli bo'lib qoldi. Final xushlagi yangragach, Maradonaning qo'llarida Jahon Kubogi turar, u kimsan Pelening qirol nomiga chang solishni aynan shu lahzadan boshlagandi. U turnir davomida 5 ta gol urdi, qator muhim assistlar amalga oshirdi. Gol yoki assist qilmagan o'yinlarda esa butun boshli o'yinni boshqarib, jamoaga boshqa tomondan kattagina yordami tegdi. Xullas, qisqa qilib aytganda, Maradonaning yolg'iz o'zi butun boshli mamlakatni jahon chempioniga aylantirdi. Bu mundial tarixda bir kishi tomonidan yutilgan yagona chempionat sifatida
sifatida yodda qoladi. Bir paytlar Ser Alex Fergyuson menga Zidan va 10 ta yog'och xoda bering, men sizga Chempionlar Ligasini osongina yutib beraman degandi. Ser Alex bir kishi bilan chempion bo'lish mumkinligi haqida to'g'ri gapirgan, lekin futbolchi tanlashda Zidandan bir avlod oldingi Maradonani yoddan chiqargani aniq. Hozir ham futbolda bitta mashhur ibora bor. Bugungi futbol Maradona davridagidek bitta o'yinchi bilan natija qiladigan sport turi emas. Mana shu ta'rifda jon bor. Bizda esa hozircha shular. Bugun futboldan uzoqlashmang, mundial tarix va unga aloqador qiziqarli hikoyalarimizning keyingi sonlarigacha sog', omon bo'ling.